Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana issiqxonamizda ikkinchisi bitib qoldi. Hozir mana bunda shlankalar tortyapmiz, tumankanikini. Xo'p, mana shu holati so'raganlarga, mana shu holati setkamiz 3 qavat. 3 qavatda mana shu darajaga yorug'lik o'tkazish o'zi 80% dan qo'yilgan. 80% qo'yilgan taqdirda ham hozir 3 qavat setka qilmasak, bu o'ta yorug' bo'lib ketar ekan. O'ta yorug' bo'lishiga bu ko'chatni kuydirib qo'yish ehtimoli bor. Shuning uchun 3 qavat qo'ydik. Mana bu yerdan ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu soya bilan mana bu joy. Bu 2 qavat. Bu holati 2 qavat. Bu holati 3 qavat. Farqini sezyapsizlarmi? Agar bu 1 qavat bo'lsa, yorug'lik o'ta tez tushadi, ko'chatni kuydirib qo'yish ehtimoli bor. Xo'p, hozircha mana shu ishlar jarayonida ish olib boryapmiz. Pastdagi agrovalakni yerdan o't chiqmaydi. Bu yerda chunki tumanka sepganda o't chiqib ketish ehtimollari ko'p. Shuning uchun agrovalakni yopyapmiz. Shu bu o't chiqmay turishligi, ko'chatdagi yaxshi bo'lishligi uchun. Keyinchalik tayyor bitganini ham tashlayman video qilib. Bilmaganlarga bu bir ilm bo'lib qoladi. Bilganlarga bir eslatma. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.